Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 7 ot kuchli statilli motoblogimiz sotildi. Mana akamga yurg'izib tekshirib berdik. Komplet holatda frezalari bo'ladi, keyin ichida ключlari chiqadi. Yashiqlari bilan qo'shib olib ketishyapti. Mana Damas'ga yuklab joylashtirib beramiz. Hozir joylangan videolarni ham qo'yib, sizlarga bemalol Damas'ga tushishini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana Damas'ni bemalol orqa sidinni olib kelsalaring bemalol tushaveradi. Manzilimiz so'raganlar Qo'qon, mana Qo'qondagi Dang'arada joylashgan bo'ladi. Yangi bozor bilan Dang'aratiga o'tib ketishda Abxatnoy yo'lda joylashgan bo'ladi manzilimiz. Barcha turdagi motobloklardan bor. Mana yuklash jarayonlarini hozir yuklab ko'rsatamiz. Mana hozir yuklandi. Rollarni qayirib bemalol mana tushyapti. Bu tarafdagi sidin ham hali yotqizilgan yo'q. Bemalol tushyapti mana. Yassig'i ham mana shu yonboshga bemalol kirib ketadi. Kimga shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni. Mana qolgan turdagi motobloklardan ham mini traktor, zatkalari hammasidan komplet holatda bor. Murojaat qilaverasizlar.